Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni muhokama qilaman. Yangi pensiya tizimiga o'tilishi bu o'zgarish pensionerlarga, ishlayotgan fuqarolarga va hali pensiyaga chiqmagan odamlarga qanday ta'sir qilishi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlar uchun emas, balki ishlayotgan har bir inson uchun ham juda muhim. Chunki bugun sizning ish stajingiz, rasmiy daromadingiz, sug'urta badallaringiz va hujjatlaringiz qanday yuritilayotgani ertaga pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu mavzuni bilmaslik odamni keyinchalik juda katta muammoga olib kelishi mumkin. Asosiy savol shunday: yangi pensiya tizimida pensionerlarni nima kutmoqda? Kimning pensiyasi o'zgarishi mumkin? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa tinchroq bo'lishi mumkin? Men buni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan qadam-ba-qadam tushuntiraman. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensiya masalasiga faqat pensiya yoshiga yaqinlashganda e'tibor berardi. Odam ishlaydi, ish joyi almashtiradi, ba'zan rasmiy, ba'zan norasmiy ishlaydi, mehnat daftarchasi qayerdadir qoladi, ish haqi qog'ozda kam ko'rsatiladi. Keyin pensiyaga chiqadigan paytda birdan hamma hujjatlarni yig'ishga tushadi. Ana shu paytda muammo boshlanadi. Bir joy yopilib ketgan, bir joy arxivga topshirilmagan, bir joyda maosh bo'yicha ma'lumot yo'q, yana bir joyda staj tasdiqlanmaydi. Eski tizimda ko'p narsa qog'oz hujjatlarga, mehnat daftarchasiga, korxonalardan olinadigan ma'lumotnomalarga bog'liq edi. Bu esa oddiy fuqaro uchun noqulaylik tug'dirardi. Chunki odam 20 yoki 30 yil oldin ishlagan korxonasini topa olmasligi mumkin. Korxona tugatilgan bo'lishi mumkin. Arxivda hujjat bo'lmasligi mumkin. Natijada odam aslida ishlagan bo'lsa ham uni isbotlash qiyinlashadi. Yangi yonda shuning asosiy maqsadi shundan iboratki, pensiya huquqi va pensiya hisob-kitobi ko'proq elektron ma'lumotlarga, rasmiy daromadga, sug'urta to'lovlariga va davlat bazalarida aks etgan ma'lumotlarga tayanadi. Ya'ni tizim asta-sekin shunday yo'nalishga o'tmoqda. Inson qancha rasmiy ishlagan, uning nomidan qancha to'lovlar amalga oshirilgan, ish staji elektron bazada qanday ko'ringan, daromadi qanday qayd etilgan, pensiya ham shunga qarab hisoblanadi. Bu yerda juda muhim jihat bor. Yangi tizim deganda hammaning pensiyasi birdan bekor bo'ladi yoki hamma qayta hisob-kitob qilinadi degan vahimali xulosaga kelmaslik kerak. Odatda bunday o'zgarishlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi, lekin asosiy yo'nalish aniq. Kelajakda pensiya olish uchun rasmiylik, hujjatlarning to'g'riligi va elektron bazadagi ma'lumotlar yanada muhim bo'ladi. Avval ko'p odamlar shunday fikr bilan yashagan: men ishlayapman, ish stajim bor, keyin pensiyaga chiqaman. Lekin amalda savol boshqacha qo'yiladi. Sizning ishlaganingiz rasmiy tasdiqlanganmi? Ish beruvchi siz uchun tegishli to'lovlarni qilganmi? Maoshingiz rasmiy ko'rsatilganmi? Siz ishlagan davr elektron yoki arxiv hujjatlarda ko'rinadimi? Masalan, bir fuqaro 25 yil ishlaganini aytadi, lekin shundan 10 yili rasmiy, 15 yil esa og'zaki kelishuv asosida konvertda maosh olib ishlagan bo'lsa, pensiya hisobida faqat tasdiqlangan davrlar muhim rol o'ynaydi. Men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Tizim dalil so'raydi. Mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, maosh ma'lumotlari, soliq va sug'urta to'lovlari, elektron mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Hozir o'zgarayotgan asosiy narsa ham shu: davlat insonning mehnat tarixini aniqroq, shaffofroq va elektron tarzda ko'rishga harakat qilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan adolatliroq tizimga olib keladi. Chunki rasmiy ishlagan, ko'proq daromad ko'rsatgan, o'z nomidan to'lovlar to'langan odam keyinchalik pensiya hisobida bundan manfaat ko'rishi kerak. Lekin yomon tomoni shundaki, norasmiy ishlaganlar yoki hujjatlarni e'tiborsiz qoldirganlar uchun muammo kuchayishi mumkin. Shu sababli men har doim aytaman: pensiya masalasi pensiya yoshida boshlanmaydi. Pensiya masalasi birinchi ish kunidan boshlanadi. Siz bugun qanday ishlayotgan bo'lsangiz, ertangi pensiyangiz ham shunga qarab shakllanadi. Birinchi navbatda norasmiy ishlayotganlar xavotir olishi kerak. Agar siz har oy maosh olayotgan bo'lsangiz, lekin mehnat shartnomangiz bo'lmasa, ish beruvchi sizni rasman ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa, bu sizning kelajakdagi pensiyangizga zarar qilishi mumkin. Bugun qo'lingizga ko'proq bo'layotgandek tuyuladi. Lekin ertaga pensiya hisobida bu yillar ko'rinmasligi mumkin. Ikkinchi toifa, maoshining bir qismi rasmiy, bir qismi norasmiy beriladigan odamlar. Masalan, odam aslida oyiga 5 million so'm oladi, lekin hujjatda 2 million so'm ko'rsatiladi. Bunday holatda pensiya hisobida asosan rasmiy 2 million so'm ko'rinadi. Keyinchalik odam
men 5 million olardim deb aytsa ham tizim hujjatdagi raqamga qaraydi. Bu esa pensiya miqdorini kamaytirishi mumkin. Uchinchi toifa ish stajida uzilishlar bo'lganlar. Masalan, odam bir necha yil chet elda ishlagan, lekin bu davr bo'yicha hujjatlari yo'q yoki uyda tadbirkorlik qilgan. Lekin soliq va tegishli to'lovlarni vaqtida amalga oshirmagan yoki oila sharoiti sabab ishlamagan, lekin bu davr pensiya hisobida qanday inobatga olinishi mumkinligini bilmaydi. Bunday holatlarda oldindan pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotlardan maslahat olish juda muhim. 4-toifa mehnat daftarchasida xatolar bor odamlar. Masalan, familiya noto'g'ri yozilgan. Ishga kirgan yoki ishdan chiqqan sana chalkash, muhr o'qilmaydi. Buyruq raqami yo'q. Korxona nomi bir joyda boshqacha, boshqa joyda boshqacha yozilgan. Bu mayda ko'ringan xatolar pensiya tayinlash vaqtida katta muammoga aylanishi mumkin. 5-toifa pensiyaga chiqishiga 3-5 yil qolgan fuqarolar. Aynan shu davrda hujjatlarni tekshirish, elektron ma'lumotlarni solishtirish, yetishmayotgan ma'lumotnomalarni yig'ish juda muhim. Chunki pensiya yoshiga yetib borganda hammasini birdan hal qilish qiyin bo'ladi. Agar siz ko'p yillar davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lgan bo'lsa, ish beruvchi tegishli to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, maoshingiz rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, unda siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Har qanday holatda ham elektron bazadagi ma'lumotlarni tekshirish zarur. Masalan, fuqaro 30 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, har yili rasmiy ish haqi olgan, mehnat daftarchasi bor, buyruqlar bor, ma'lumotlar bazada aks etgan. Bunday odamda pensiya tayinlash jarayoni ancha oson kechadi. Lekin baribir ayrim yillar bazaga tushmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshiruv shart. Yana bir misol. Fuqaro davlat tashkilotida 20 yil, keyin xususiy korxonada 10 yil rasmiy ishlagan. Agar xususiy korxona ham uni to'liq rasmiylashtirgan, soliq va ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, bu davrlar ham pensiya hisobida ko'rinishi kerak. Ammo xususiy sektorda ba'zan hujjatlar yuritilishi sust bo'ladi. Shu sababli odam men rasmiy ishlaganman deb ishonib yurmasdan elektron bazadan ko'rib qo'yishi kerak. Birinchi misol, Dilshod aka 20 yoshda. Pensiyaga chiqishiga oz vaqt qoldi. U 1995 yildan 2010 yilgacha zavodda ishlagan, keyin 2010 yildan 2020 yilgacha kichik firmada haydovchi bo'lgan. Zavod bo'yicha hujjatlar arxivda bor. Lekin firma uni faqat 2011 yildan rasmiylashtirgan. 2010-2011 yillar og'zaki ishlagan. Dilshod aka o'zi 25 yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin tizimda 20 yil ko'rinishi mumkin. Mana shu 5 yil pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar u oldindan tekshirsa, ehtimol ayrim hujjatlarni topadi, guvohlik yoki arxiv ma'lumotlarini izlaydi. Lekin oxirgi oyda yugursa, imkoniyat kamayadi. Ikkinchi misol, Malika opa 20 yoshda ko'p yil tikuvchilik qilgan. U bir korxonada chekos yil rasmiy ishlagan, keyin uyida buyurtma olib ishlagan. Daromad bo'lgan, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, to'lovlar qilmagan. U men 25 yil mehnat qildim deydi. Bu hayotiy tomondan to'g'ri. Lekin pensiya tizimi mehnatni hujjat orqali ko'radi. Agar uyda ishlagan davrlar qonuniy tarzda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ular pensiya hisobida to'liq aks etmasligi mumkin. Shuning uchun o'zini o'zi band qilish, tadbirkorlikni rasmiy yuritish va to'lovlarni vaqtida qilish juda muhim. 3-misol, Rustam aka 5 yoshda hozir yaxshi maosh oladi, lekin ish beruvchi unga shunday deydi. Rasmiy 2 million ko'rsatamiz, qolganini qo'lga beramiz. Rustam aka bugun bunga rozi bo'lsa, u nafaqat hozirgi ijtimoiy kafolatlardan, balki kelajakdagi pensiya manfaatlaridan ham qisman ayriladi. Chunki tizim uning haqiqiy 8 million daromadini emas, hujjatdagi 2 millionni ko'radi. Eng yumri yil shunday davom etsa, farq juda katta bo'lishi mumkin. 4-misol, Saodat opa pensiyaga chiqqan, lekin pensiyasi kam hisoblangan deb o'ylaydi. U tekshirib ko'rsa 1990-2003 yillardagi ish davri bazada yo'q. Mehnat daftarchasi desa yozuv bor, ammo mo'rxira. Bunday holatda u o'sha korxona arxivini, tuman arxivini, yuqori tashkilot hujjatlarini izlashga majbur bo'ladi. Agar dalil topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo dalilsiz men ishlaganman deyish yetarli bo'lmaydi. Yangi tizimning eng katta ta'siri shuki, odamlar endi o'z mehnat tarixiga befarq bo'la olmaydi. Avvallari ko'pchilik keyin ko'ramiz deb yurardi. Endi esa keyin ko'rish kech bo'lishi mumkin. Har bir ish joyi, har bir rasmiy maosh, har bir to'lov,
har bir hujjat kelajakdagi pensiya hisobiga ulanadi. Bu ish beruvchilarga ham ta'sir qiladi. Ish beruvchi xodimni norasmiy ishlatsa, bugun xarajatni kamaytirgandek ko'rinadi. Lekin xodimning kelajagiga zarar yetkazadi. Xodim ham buni talab qilishi kerak. Meni rasmiy qabul qiling, shartnoma tuzing, ish haqimni to'g'ri ko'rsating, to'lovlar amalga oshirilayotganini tasdiqlang. Bu talab uyat emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Pensionerlar uchun esa asosiy savol: hozirgi pensiyam kamayib qoladimi? Odatda pensiya tizimidagi islohotlar amaldagi pensionerlarning huquqlarini keskin yomonlashtirish uchun emas, balki hisob kitobni aniqroq qilish, barqarorlikni ta'minlash va kelajakdagi yuklamani boshqarish uchun qilinadi. Lekin ayrim qayta hisoblashlar, indeksatsiya, qo'shimcha to'lovlar, minimal miqdorlar, ish stajini tasdiqlash masalalari bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensionerlar ham o'z hujjatlarini saqlashi, pensiya ishida qanday ma'lumotlar turganini bilishi kerak. Birinchi nozik jihat. Elektron bazada xato bo'lishi mumkin. Odam rasmiy ishlagan, lekin ma'lumot to'liq ko'chmagan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa eski yillarga tegishli. Shuning uchun elektron tizimda ma'lumot yo'q bo'lsa, darhol vahmaga tushmaslik kerak. Lekin uni tuzatish bo'yicha harakat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat: familiya, ism, otasining ismi o'zgargan bo'lsa, hujjatlar bog'lanmay qolishi mumkin. Masalan, ayol turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan. Eski ish joyidagi hujjatlar qiz familiyasida, hozirgi pasport boshqa familiyada. Bunda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat: chet elda ishlagan davrlar. Agar fuqaro chet elda rasmiy ishlagan bo'lsa, bu davr qanday tartibda hisobga olinishi davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, hujjatlarning tasdiqlanishi va amaldagi qoidalarga bog'liq. Men Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Mehnat shartnomasi, ish haqi, sug'urta to'lovlari, rasmiy ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat: o'zini o'zi band qilganlar va tadbirkorlar. Ko'pchilik men bozor qildim, xizmat ko'rsatdim, ustachilik qildim, dehqonchilik qildim deydi. Bu mehnat albatta. Lekin pensiya tizimi uchun muhim savol: siz rasmiy ro'yxatda bormidingiz? Tegishli to'lovlarni amalga oshirdingizmi? Faoliyatingiz hujjatda aks etganmi? Agar yo'q bo'lsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Beshinchi nozik jihat: imtiyozli pensiya masalasi. Ayrim kasblar, og'ir mehnat sharoitlari, zararli ishlab chiqarishlar, ko'p bolali onalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik tarzda og'zaki berilmaydi. Har bir imtiyoz hujjat bilan tasdiqlanadi. Ish sharoiti, lavozim, buyruq, tibbiy xulosa, bolalar, tug'ilganlik guvohnomalari, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pensiya miqdoriga bir nechta omillar ta'sir qiladi. Birinchisi ish staji. Qancha ko'p tasdiqlangan staj bo'lsa, hisob kitobda shuncha yaxshi asos paydo bo'ladi. Lekin faqat yil soni emas, stajning qonuniy tasdiqlanishi muhim. Ikkinchisi rasmiy daromad. Agar odam ko'p yil minimal yoki juda past rasmiy maosh bilan ishlagan bo'lsa, pensiya miqdori ham shunga mos ravishda pastroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'lga ko'proq olayapman. Qog'ozda kam ko'rsatilsa ham bo'ladi degan qarash juda xavfli. Uchinchisi to'lovlarning muntazamligi. Ish beruvchi xodim nomidan tegishli to'lovlarni vaqtida amalga oshirish kerak. Agar qarzdorliklar, noto'g'ri hisobotlar yoki uzilishlar bo'lsa, bu keyin tekshiruvda muammo tug'dirishi mumkin. To'rtinchisi hujjatlarning mosligi. Pasport ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, elektron yozuvlar, soliq ma'lumotlari, arxiv hujjatlari bir-biriga mos kelishi kerak. Bitta harfdagi xato ham ba'zan hujjatni bog'lashni qiyinlashtiradi. Beshinchisi murojaat vaqtida to'g'ri ariza berish. Ba'zi odamlar pensiya tayinlashga kech murojaat qiladi. Ba'zilari esa hujjat yetishmayotgan bo'lsa ham indamay yuradi. Men tavsiya qilaman, pensiya yoshiga yaqinlashganingizda kamida bir necha oy oldin hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda pensiya hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya tayinlanganda qaysi stajlar inobatga olingan, qaysi yillar hisobga kiritilgan, qanday ma'lumotlar asos bo'lganini bilib qo'yish foydali. Agar pensiyangiz juda kam deb o'ylasangiz, menga kam berishyapti deb faqat norozilik bildirish yetarli emas, aniq tekshiruv kerak. Siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, pensiya hisob kitobingiz bo'yicha tushuntirish so'rashingiz mumkin. Arizada qaysi davrlar hisobga olinganini, qaysi ish joylari inobatga olinganini, agar ayrim davrlar kiritilmagan bo'lsa,
sababini ko'rsatib berishni so'rang. Javob yozma shaklda bo'lsa, keyin hujjat bilan ishlash osonroq bo'ladi. Agar eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlar topilsa, ularni yig'ing. Mehnat daftarchasi nusxasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlari. Ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning nusxasini olib, aslini alohida saqlang. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni toping va barcha yozuvlarni tekshiring. Ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, lavozim, korxona nomi, muhr, imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar xato bo'lsa, uni hozir tuzatishga harakat qiling. Ikkinchi qadam, elektron mehnat daftarchasi yoki davlat xizmatlari orqali mavjud mehnat ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar barcha ish joylari ko'rinmasa, qaysi davrlar yo'qligini yozib oling. Buni daftar yoki telefoningizda alohida ro'yxat qilib qo'ying. Qaysi yil, qaysi korxona, qanday lavozim, qanday muammo. Uchinchi qadam, ish beruvchilardan ma'lumotnoma oling. Hozirgi ish joyingizdan rasmiy ishlayotganingiz, lavozimingiz, ish haqi va to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Eski ish joylari bo'yicha esa korxona faol bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak. To'rtinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, nikoh yoki ajrim hujjatlari, familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, o'qish davri bo'yicha kerakli ma'lumotlar, nogironlik yoki imtiyozga oid tibbiy hujjatlar bo'lsa, hammasini bir papkaga yig'ing. Pensiya jamg'armasiga oldindan maslahat uchun boring. Mening pensiyaga chiqishimga shuncha vaqt qoldi. Qaysi hujjatlarim yetishmaydi? Qaysi davrlarim bazada ko'rinadi? Qaysi davrlarni tasdiqlashim kerak deb so'rang. Eng yaxshi yo'l shu. Muammoni pensiya kuni emas, oldindan aniqlash. Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas. 25-35 yoshdagi odamlar ham bugun o'z pensiyasini qurmoqda. Men yosh tomoshabinlarga alohida aytaman. Agar siz hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bu faqat bugungi masala emas. Bu sizning kelajagingizga yozilayotgan minus. Masalan, 30 yoshligiga 10 yil norasmiy ishlasa, 40 yoshga kelganda yaxshi daromad qilgan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya tizimida bu 10 yil deyarli ko'rinmasligi mumkin. Keyin u 60 yoshga yaqinlashganda nega pensiyam kam chiqyapti deb hayron bo'ladi. Sababi 30 yoshida qabul qilingan qarorlarda bo'ladi. Ayollar uchun ham muhim jihatlar bor. Bola parvarishi, ishdagi uzilishlar, familiya o'zgarishi, rasmiy ishlash davrlari, imtiyozli holatlar bo'yicha hujjatlarni saqlash kerak. Ko'p ayollar uyda ishlaydi, oilaviy biznesda yordam beradi, lekin rasmiy hujjatlarda ko'rinmaydi. Bu esa keyinchalik pensiya hisobida muammo bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, arizani aniq yozing. Pensiyamni ko'rib bering deb umumiy yozishdan ko'ra aniq talab qo'ying. Masalan, mening 1998-2004 yillarida falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajiga kiritilgan-kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki pensiya hisob kitobimda qaysi ish haqi davrlari inobatga olingani haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Murojaat qilganda hujjatlarning nusxasini ilova qiling. Arizani topshirganingizni tasdiqlovchi qayd raqami yoki qabul qilinganligi haqida belgi oling. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Keyin javobni kuzatish oson bo'ladi. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonunda belgilangan tartibda boshqa organlarga murojaat qilish mumkin. Lekin har doim dalil bilan harakat qiling. Hujjat, sana raqam, ish joyi, davr aniq bo'lsa, masala yechilish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Birinchi xato, odamlar hujjatni yo'qotadi. Mehnat daftarchasi, eski ma'lumotnomalar, ish haqi bo'yicha qog'ozlar, buyruq nusxalari oddiy qog'ozdek ko'riladi. Aslida bu hujjatlar kelajakdagi pulingizga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi xato, ish beruvchiga ko'r-ko'rona ishonish. Hammasi rasmiy, hammasi joyida, keyin qilib beramiz degan gaplar yetarli emas. Siz o'zingiz tekshirishingiz kerak. Mehnat shartnomangiz bormi? Buyruq chiqqanmi? Maoshingiz rasmiy ko'rsatilganmi? To'lovlar amalga oshyaptimi? Uchinchi xato, pensiya yoshiga yetganda yugurish. Hujjatlarni 5 yil oldin tekshirgan odam bilan oxirgi oyda boshlagan odamning imkoniyati bir xil emas. Oldindan tekshirgan odam xatoni tuzatadi, arxiv topadi, yozma javob oladi. Kech boshlagan odam esa vaqt bosimi ostida qoladi. To'rtinchi xato, og'zaki maslahatga tayanish.
qo'shni, tanish ishxonadagi odam, internetdagi izohlar foydali bo'lishi mumkin, lekin rasmiy javobning o'rnini bosmaydi. Pensiya masalasida har doim rasmiy manba, yozma javob va hujjatga tayanish kerak. 5-xato, baribir davlat beradi deb o'ylash. Ha, ijtimoiy himoya tizimi bor, minimal kafolatlar bo'lishi mumkin, lekin munosib pensiya uchun odamning o'zi ham mas'ul. Rasmiy ishlash, to'lovlarni nazorat qilish, hujjatlarni saqlash, vaqtida murojaat qilish shaxsiy javobgarlikdir. Menimcha, yangi tizimdan ko'r-ko'rona qo'rqish emas, uni tushunish kerak. Agar tizim shaffofroq bo'lsa, rasmiy ishlagan odamning huquqi yaxshiroq himoya qilinadi. Elektron baza to'g'ri yuritilsa, odam 3 yil oldingi qog'ozni izlab sarson bo'lmaydi. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi yaxshilansa, pensiya tayinlash jarayoni tezlashadi. Lekin bu tizimning talabchan tomoni ham bor. Norasmiy mehnat, yashirilgan daromad, noto'g'ri hujjat, bazadagi xato tasdiqlanmagan staj kelajakda jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu o'zgarish odamlarni hushyor bo'lishga majbur qiladi. Men buni shunday tushuntiraman. Yangi pensiya yondashuvida men ishlaganman degan gapdan ko'ra, mening ishlaganim tizimda va hujjatda tasdiqlangan degan holat muhimroq bo'ladi. Farq juda katta. Bugundan boshlab birinchi qiladigan ishingiz. O'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishlagansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, rasmiy ishlaganmisiz, hujjatingiz bormi, elektron bazada ko'rinadimi, shularni ro'yxat qiling. Ikkinchi ish. Hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Mehnat daftarchasi, shartnomalar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, pasport nusxalari, familiya o'zgarishi hujjatlari, bolalar hujjatlari. Harbiy xizmat yoki o'qish bo'yicha hujjatlar alohida turishi kerak. Uchinchi ish. Hozirgi ish joyingizdagi rasmiy holatingizni tekshiring. Ishga qabul qilinganmisiz? Shartnoma bor yo'qmi? Maoshingiz qanday ko'rsatilgan? Ish beruvchi siz uchun to'lovlar qilayotganmi? Buni aniqlang. Agar rasmiylashtirilmagan bo'lsangiz, ish beruvchidan qonuniy rasmiylashtirishni talab qiling. 4-ish. Agar pensiyaga yaqin bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga oldindan murojaat qiling. Hujjatlaringizni ko'rsatib, yetishmayotgan joylarni aniqlang. Bu sizga vaqt yutadi. 5-ish. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivni izlang. Tuman yoki shahar arxivi, korxona vorisi bo'lgan tashkilot, yug'ori tashkilot, soliq yoki boshqa rasmiy manbalarda ma'lumot bo'lishi mumkin. Muhimi, har bir qadamni yozma tarzda qiling. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, yangi pensiya tizimida eng katta ahamiyat rasmiy mehnat, tasdiqlangan staj, rasmiy daromad, elektron baza va to'g'ri hujjatlarga beriladi. Pensionerlar o'z pensiya hisob-kitobini tekshirish kerak. Pensiyaga yaqinlashayotganlar hujjatlarni oldindan tayyorlash kerak. Hali yosh ishlayotganlar esa bugundan rasmiy ishlash va maoshni to'g'ri ko'rsatish masalasiga jiddiy qarash kerak. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Pensiya bu faqat keksalikdagi to'lov emas, bu butun mehnat hayotingizning natijasi. Bugun hujjatga befarq qarasangiz, ertaga pensiya miqdorida buning oqibatini ko'rishingiz mumkin. Bugun rasmiy ishlasangiz, to'lovlarni nazorat qilsangiz, hujjatlarni saqlasangiz, kelajakda o'zingizni ancha ishonchliroq his qilasiz. Sizningcha, yangi pensiya tizimi odamlar uchun foydali bo'ladimi yoki yangi muammolarni keltirib chiqaradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta layklarni yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot ham insonning yillar davomida pulini saqlab qolishi mumkin.